Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Iltimos video roliklarimiz keng tarqalib, barcha tomoshabinlarimizga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barcha kuzatuvchilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh mo'jizasi bo'lgan voqea asosida yozildi. Bir ayol turmushga chiqqaniga bir necha yil bo'lib ketgan bo'lsa ham hech farzandlik bo'lmas emish. Kunlardan bir kuni Allohning fazli ila orzusi ushalib, homilador bo'lib qolibdi. Homiladorlikning 4-oyida doktor ko'rigidan o'tish uchun tabib huzuriga boribdi. Ammo o'zi va eri tabibning gaplarini eshitib shokda qolishibdi. Qorningizda ko'tarib yurgan homila insondan ko'ra 8 oyoqqa o'xshagan mayib, majruh bir xunuk maxluq ekan. Iloji boricha uni ertaroq tushirib yuborishingiz kerak. Chunki u tug'ilayotgan paytida sizning hayotingizni ham xatarga solishi mumkin, debdi tabib. Boshqa tabiblarga ham borishgan ekan, natija o'sha. Hamma yuqoridagi tabibning gapini birdek takrorlabdi. O'rtada janjal chiqibdi. Ona qornidagi mevasini tushirishga sira ko'nmabdi. Esa nima qilasan tug'ib? O'ladigan 8 oyoq urotni unga qo'shilib o'zing ham o'lib ketasan-ki axir deb, u ham tushirish zarur